lentidagi li bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Li Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Lining beshidan olinadigan shakli. Misol lunga. Lining bosh va oyog'idan olinadigan shakli. Misol biliq. Lining oyog'idan olinadigan shakli. Misol zambil. Lining ayrim shakli. Misol shal. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Lunga li harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Biliq li harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Zambil li harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Shal li harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuvandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Ol, ma, olma, a, lim, alim, lan, ilan, yağ, lık, yağlık, dez, mal, dezmal, la, le, lale, çi, lan, çılan, la, çin, laçın,